Okey, молодец. Mana mana shu yerda yana bitta grammatik qoida. Nega family really like bo'lyapti? Nega mana shu yerda likes bo'lmayapti? Family'da chunki oilani ichida ko'pchilik bor. Parents'da 2 kishi bor. Shuning uchun. Family likes deb bersam bo'ladimi o'zi tegi? Yo'q, berolmaymiz chunki oila deganda oilani ichiga bir kishi kirmaydi-da. Oilada eng kamida bitta bola, ikkita parents bo'ladi. Make sense. Молодец. Juda ham yaxshi, juda ham o'rinli logika. Lekin ko'plikni qoidasi bo'yicha family bizada ikkala holatda keladi. Ham birlik, ham ko'plik bo'lib kelishi mumkin. Bu yerda nimasiga qarab ajrataman desangiz, oilani o'ziga qaraladi. Agar butun boshli oila hammasi, hamma oila a'zolari under one roof yashaydigan bo'lsa, bitta tom tagida yashaydigan bo'lsa, unda family. U o'sha birlik hisoblanadi. Qachon bu familydan keyin biz undan keyin keladigan so'zga s qo'shamiz, agar oila tarqoq bo'ladigan bo'lsa. Masalan, Misol uchun sizni holatingiz. Masalan, men alohida chiqqanman. Sizni holatingiz. Ota-onangiz alohida yashayapti, siz alohida yashayapti. Yo'q, nega? Ota-onangiz o'zini family, siz ota-onangizni familysini qismiga kirasiz-ku. Biz sizni familyingizni gapirishmayapmiz. Menga. Mana qarang. Family deganda o'zi nazarda tutiladigan narsa. Mana men ikkita family memberga kiraman. Men o'zi ota-onamni farzandiman. Men ota-onamni familysini bitta qismiman. Undan tashqari meni o'zimni oilam bor, u o'zimni oilam, meni ayolim, meni bolalarim. Mana biz o'sha ikkita family hisoblanamiz. Men ham unisiga, ham unisiga kiraman. Sizni kesingizda, siz ota-onangizni farzandlari sifatida siz agar bitta family olinadigan bo'lsa, ya'ni sizni adingiz agar self introduction qiladigan bo'lsalar, otangiz o'zlari to'g'risida gapiradigan bo'lsalar, my family really likes deb beradilar. Nimaga? Chunki siz alohida yashayapsiz ulardan. Tushuntira oldimmi o'sha narsa? Under one roof. Xuddi shu logika bo'yicha bizda qoidalar bor. Person so'zi bor. Person ko'pligiga qanaqa o'zgartiramiz? People, молодец. People's deb bera olamanmi? Yo'q, odamlar o'zi tarjimasi odamlar-ku, odamlarlar bo'lib qolmaydimi? Молодец, odamlarlar bo'lib qoladi. Bu tarjimaga qaraydigan bo'lsam, lekin bu yana grammatический составляющийsi bor. Buni grammatikasi people's bo'lib ham keladi. Qachonki siz etnический gruppalar to'g'risida gapirayotgan bo'lsangiz. Etnический gruppa nima degani? Siz qanaqa sinfda o'qigansiz? O'zbek sinfdami, yevro gruppadami? O'zbek. Okey. Etnik gruppalar deydi. Bular misol uchun siz Dubayda yashayapsiz, siz musulmonsiz. Siz Dubayda o'sha musulmonlarning bitta qismiga kiryapsiz. Undan tashqari yahudlar yashaydigan joy bo'ladi, yahudlar alohida. Yoki biz hozir просто din bo'yicha ajratamiz. Yoki tam xristianlar alohida, tam buddistlar alohida. Agar sizlarni hammanglarni odam sifatida men gapiradigan bo'lsam, men people in Dubai deb gapiraman. O'shanda общий komplekt kirib ketyapti. Agar men именно Dubayda yashaydigan odamlarni diniga qarab ajratib oladigan bo'lsam, unda men peoples deb beraman. Bu o'sha kontekst boshqa ketyapti. Men peoples deyotganimdan siz bilib olsangiz bo'ladiki, men qanaqadir guruh odamlarni gapirayotgan bo'laman. Tushuntira oldimmi? Bu bo'lishi mumkin, guruhga ajralishi mumkin o'sha din bo'yicha. Guruhga ajralishi mumkin, misol uchun oddiy dokumenti bor, dokumenti yo'q bo'yicha. Qanchalik legalni, qanchalik nelegalni ishlayapti. Mana shuni men ajratib olishim mumkin yoki yana nimadir. Bunaqa so'zlardan bor, misol uchun komanda so'zi bor, team so'zi bor. Team. Labi? Team. Takrorlan. Faqat gapingiz takrorladim. Teamda ham xuddi shunaqa. Team bizda komanda degani, komanda bizda birlikda yoki ko'plikda bo'lib kelishi mumkin. Nimasiga qarab ajraladi u? O'zingiz o'ylab ko'ring, bitta xulosa qilib ko'ring hozirgi gaplardan. Masalan, team bo'lsa, agar har xil teamlar bo'ladi, agar biz ularni guruhlarga ajratsak, misol uchun tennis teami bo'ladi, alohida futbol teami bo'ladi, alohida bo'ladi shunda. Xuddi irqlarga ko'ra. Lekin team bo'lganda, team jamoa haqida gaplashganimizda, ma'lum bir jamoa haqida aniq bo'lsa, team ishlatamiz. Lekin agar biz
ikki xil jamoa haqida gapirib turgan bo'lsak yoki masalan biz aynan bitta jamoani ajratib olsak teams deb ishlatar ekanmiz. Malades. Jamoalar bo'lib. Malades. Logika to'g'ri. Bundan oldingi narsaga asoslangan holatda to'g'ri. Yaxshi malades, rosa yaxshi xulosa qilibsiz. Lekin qoidasi sal boshqacharoq. Bu yerda mana siz hozir aytayotgan narsangiz timni siz sportga qarab ajratamiz yoki jamoadan jamoaga qarab ajratamiz deyapsizda. Lekin vaholanki biz bitta tim to'g'risida gapirishamiz, bitta tim so'zi haqida gapirishamiz. Ya'ni u tim so'zini men qanaqa timni nazarda tutishimdan qat'iy nazar, men o'sha tim so'zidan foydalanadigan bo'lsam, men o'sha timni yoki birlikda yoki ko'plikda qilib bersam bo'ladi. Bu yerda uje men sportimga qarab tanlab olmayman. Misol uchun mana jahon chempionati kelyapti, davom etyapti deylik. Men tim deyotganimda, men misol uchun aytaman, men futbol komandasida o'ylayman. O'sha timimni ham men yoki tim deb bersam bo'ladi. Bu yerda nimani nazarda tutayotganimga qarayman. Tim deganda agar men butun boshli komandani nazarda tutayotgan bo'lsam, u menda birlik. Tim deganda menda komandani memberlari, komanda a'zolari alohida nazarda tutilayotgan bo'lsa, unda o'sha ko'plikda bo'ladi. Tushundim. Mana shu narsa. Tushundim. Siz aytayotgan narsa siz o'sha komandadan komandaga, sportdan sportga ajratyapsiz. Bu narsani bundan oldingi xulosaga qarab rosa zo'r xulosa qildingiz. Xulosa o'z mana shu narsaga kelib taqalishi kerak edi, bunisi to'g'ri. Hatto o'zi so'z o'zini bir grammatik holatga qaraydigan bo'lsak, timda inside, ya'ni timda ichida timiz desam bo'lar ekan dedim. Memberslarni. Tim bu yerdachi, men qarang. Bu yerda siz tim so'zini o'zini tim deysizmi, teams deysizmi deb o'tgani yo'q. Undan keyingi kelayotgan so'zga team play deysizmi, team place deysizmi? Mana shunasida. Bu narsani subject verb agreement deb aytadi. Imенно o'sha kelayotgan subjektingizga undan keyin kelayotgan anaqani verbni qo'shib borishingiz. Ya'ni u play bo'lyaptimi, place bo'lyaptimi? Xuddi menga o'xshaydigan. Mana familydan keyin biz like ishlatyapmiz, likes ishlatyapmiz. Mana shunga o'xshaydigan narsa. Tushuntira oldim? Shu narsa. Bu narsani ham yodingizda tuting. Undan tashqari bizda possessive degan tushuncha bor ekan. Possessive nima?